Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, hurmatli aka-ukalar. Boshlang'ich to'lovsiz Damas so'rab yurgan xaridorlarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz bosh to'lovsiz chiqarib beramiz. Xudo xolasa kelsanglar agar. Mana salonlarning ham ishlari jihozlangan, tayyor. Olib minishga qulay. 75 ming masofa bosib o'tgan. Gazi metan gazda. Motor, most korobkalari yaxshi. Faqat pasport praviz bo'lsa, istoriya holatingiz toza chiqsa, xudo xolasa, mana shu Damasimizni sizlarga boshlang'ich to'lovsiz chiqarib berishga harakat qilamiz. 2023-yil Damas. Agarda naqd pulga qiziqgan xaridorlarimiz bo'lsalar agar, ana shu Damasimizni $4000 pulga sotiladi. Kanalimizga like bosib, podpiska bosishni yoddan chiqarmanglar. Kraska bir 15%, 20% da petnolari bor. Motor, most korobkalari yaxshi. Mashinamizda yili ham zo'r. Ertaga sotaman desangiz, yili ham yaxshi. Qiziqganlarga, naqd pulga oluvchilarga generalniy доверенность ham bo'ladi, оформление ham bo'ladi. Endi bu ma'lumot o'rnida aytib o'tyapmiz. Agarda avtokreditga oluvchi yurtdoshlarimiz bo'lsalar agar, bebosh to'lov chiqarib beramiz. Va undan tashqari boshlang'ich to'lov 5 million bilan kecha qo'ygan edik shu Damas kombimizni. Bugun sizlarga xudo xolasa ana shu Damasimizni 4 million so'm boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Diska balonlari qo'yilgan, tayyor holatda. Gazi metan, most korobka motorlari yaxshi. Qiziqganlarga mashinamizda tan narxini 64 million so'mga, 64 million so'm naqd pulga sotiladi. Kelaverasizlar, manzilimiz Samarqand shahar Sagdiyana Yangiyo'lda. Mana ikkita puli arzon Damas mana qo'yib beryapmiz. Kelib tanlab olaverasizlar. Savdomizga kutib qolamiz. Hurmatli obunachilarimiz, 2015-yil mana Damasimiz bor sotuvda. 40 million so'mga sotiladi va undan tashqari 2016-yil Damasimiz ham kelgan sotuvimizda. Rangi qaymoq rangda. 45 million so'mga. 2016. Xullas savdomizga kelaverasizlar azizlar. Naqd avtokredit yetmaganiga 1 oy 2 oy variant qilib berish iloji bor. Kelaverasizlar.